o'z davrini eng legendarniy bo'lgan sportniy dvoykani ham hozir ham eng topoviylarni qatorida kelib turgan dvoykalarni g'ala sizlar uchun obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Xo'p, narxini ham videoni davomida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, hurmatli haydonlarimiz. Hamda bu modelimizni katta ko'pchilik so'radilar. Talab bo'lgani uchun biz sizlar uchun yeni oldistirdik. Mahsulotimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bo'ladi xola. Bu Xitoyning original montanasi bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi shuning ko'rinishida bo'ladi. Xitoyning originali bo'ladi xola. Turkiya emas. Xitoyning originali. Ishlab chiqarish emas. Xitoyning prostoy emas. Xitoyning originali. Ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun eslatma qilib qo'ydik. Xo'p, mahsulotimizning narxi 480 ming so'm atrofida sotilgan. Xo'p, endilikda sizlar uchun bu dvoykamizni 400 ming so'mdan emas, 380 ming so'm, 350 ming so'mdan deb o'tiribmiz. 300 ming so'mdan kelib turib bizdan xarid qilib kelsangizlar bo'ladi. Bu originali bo'ladi. Toshni чисто original bilan bir qilib ishlangan. Ya'ni Turkiya original sportivni ko'rgan bo'lsangiz, yoki ko'rgan bo'lsangiz, bu narsa menda yaxshi bilasiz. Toshni bir qilib ishlangan. Aytayotganimcha, faqat ichine turk pechati bosilmagan bo'ladi. Ayrimlari bor, turk pechat bosilgan xillari, lekin ayrimlarida chiqmaydi u narsalar. Xo'p, Xitoynikida chiqmaydi-da u narsalarimiz. Ichini bir ko'rinishini ko'ringlar. Material shu qadimgi materialdan bo'ladi. Material o'zgarmagan. Shu material. Eng handasa hadoviy rasvetkalarni sizlar uchun oldistirganmiz. Bahosini 300 ming so'mdan kelib bizdan xarid qilib kelsangizlar bo'ladi. Hamda hozir sanatoriya mavsumi boshlandi, dam olish mavsumi boshlandi. Aynan sizlar so'radingizlar, ko'pchilik muzazzalimiz telefonda tarsan kelsa deb ham yetdilar. Ag'ala ko'rib turgan bo'lsalaringiz kelaveringlar. Razmerlari 52-razmerdan 58-razmergacha bor. Trikolari dora emas. Og'i qisilib, uski bo'lib yotmaydi. Og'i pastga yotib. Ko'pchilik muzazzalimiz shu narsadan jalb etadi. Bu Montana sportinimiz uning Montanadan emas. Уже sifatni qadrlidon, biladon muzazzalimiz dom yaxshi tushunadi bu Montana sportini dvoykasini. Bahosini esa aytib o'tganimning video davomida 300 ming so'mdan kelib bizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Xo'p, zamoklari necha darja kerak bo'lsa, shuning o'zini pechati bosilgan, ya'ni Montana Sport deb yozilgan bo'ladi. Ko'rinish aslitkasini shuning ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, qo'llari qizil polosga o'tgan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ibyan tarafda Montana yozuvi tushgan bo'ladi. Xo'p, pastki qismi manjet bo'ladi. Navbatdagi svetini birga ko'rsatayim sizlarga. Bu ma'lum sizlarga ko'rsatganim hammada bo'ladigan Montana sportini dvoykasi bo'ladi. Ya'ni eng hadoviy ranglaridan biri. Endi ibisga qaranglar. Bu hadoviy rang to'g'ri, lekin menga nisbatan meni hadoviy salda kamroq bo'ladi. Ya'ni men уже rang saylaydi. Ya'ni oq yuzli bratlarimiz, bug'doy mayiz odamlarimiz dimjolli, cho'tga olib yarashib turadi. Sal bitta qora rangroq bo'ladigan bo'lsangiz, lekin tushmaydi. Bug'doy mayiz olsangiz, вообще zo'r turadi shu svet sizga. Oq yuzli sari rang bo'ladigan bo'lsangiz ham sizga вообще yarashadi. Xo'p, eng katta razmeri ag'ala premiumli o'rtacha plus minusi bilan aytaman 100 kiloga to'g'ri keladi. 95-100 kiloga ishini razmer olib turadi. Zo'r razmer olib turadi. Trikolar ham odnatoniy ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, adresimizga keladigan bo'lsa, ko'pchilik muzazzalimiz biladi. Bilmaganlar uchun yana bir qadar eslatma. Biza ikkinchi filialimizdan ochganmiz. Ya'ni bu ham o'zlarimizning Urganch Racenter bozorining ichida bo'ladi. 7-qator 300-magazinda joylashgan. Arga birinchi tochkamizni bilasizlar ko'pchiligimiz 3-qator 136-magazinda ikkala filialimizdan ham bir xil narxda xarid qilsangizlar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi svetam eng legendarniy, ya'ni yosh katta og'alarimizning eng sevuvchi ranglaridan biri. Xo'p, уже yosh katta muzazzalimiz oq svet kiyishdan уже bezgan bo'ladilar-ku, ya'ni jannatga ketgan bo'ladi. Sizlar uchun qaranglar. Ochiq seri. Ya'ni bu uzoqroqdan ko'rsangiz, hozir sizga bir kameradan bir ko'rsataman. Uzoqroqda oq o'xshab ko'rinib turibdi. Endi hozir oq o'g'ana bu seri bo'lganligi, seri rangda bo'lganligi ko'rinib bilinib turibdi, lekin o'zi obishni oddiyni ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni oq svet o'xshab ko'rinib turibdi. Lekin yakka qarasangiz seri bo'ladi. Dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Oldindan to'lov qilasiz. Dostavka xizmatlaringizni keyin amalga oshirib beramiz. Ya'ni
vodiy tarafdan ko'rib turgan bo'lsalar, agar bizning o'zlarimizda yo'l marshrut bo'ladigan bo'lsa, ya'ni taksilarimiz bo'ladigan bo'lsa, pochtani shular orqali berib beramiz. Agar sizni viloyatingizning taksisi bu yerda bo'lmaydigan bo'lsa, bu tez pochtadan chiqarib beramiz. Bizning o'zlarimizda Buxoroniki bor, Toshkentniki bor. Yana bir 2-3 viloyatniki bor. Samarqand, ulardan yo'q lekin. Surxondaryo, yon tarafda yo'q, Andijonniki yo'q. Shuning uchun ularnikini bir tez pochtadan chiqarib beramiz. Xo'p, keyin savol bo'ladi. Pochtani o'zi necha kunda keladi? Pochta 3 kun, uzoq bo'ladigan bo'lsa 4 kunda o'sha qo'lingizda bo'ladi narsamiz. Agar yo'l mashina chiqarib beradigan bo'lsak, Toshkent, Buxoro bo'ladigan bo'lsa, masalan, men bugun chiqarib beradigan bo'lsam sizni tovaringizni, o'sha ertaga kunduz-kuni sizni qo'lingizda bo'ladi mahsulot. Endi ular bu yo'l mashinada bo'lgandan keyin pochtaga, ya'ni ular o'sha yuk mashinaga qaraganda sal tezroq harakatlanadi-ku. Shuni evazini bir kun erta olasiz. Xo'p, obzorlarimiz shulardan iborat edi, hurmatli haydonlarimiz. Bu videoni yaqinlara bir ulashib qo'yinglar, balki ular ham o'zlari nima desam bo'ladi, dam olishlarga yetib boraturgan bo'lsa, shuning eng sifatlisini bizadan eng arzon narxlarda xarid qilsalar bo'ladi. Xo'p, ish vaqtimizga keladigan bo'lsak, ish vaqtimiz asongi soat 8:00 dan kechki soat 6:30-7gacha magazinimiz ochiq qoladi. Xo'p, keyin dostavka xizmatlarimiz esa ya'ni kechki soat 11gacha olinadi. Bemalol kechki soat 11gacha telefon qilib, dostavka qilib, oldistirsangiz bo'ladi. Shahar ichida besplatniy bo'ladi, viloyat tumanlari yechimi bor, xudo xolasa. Telefon qilsangizlar, bu narsani ham imkonini qilib beramiz. Keling, ko'ring, sifatini o'zingiz bir baho bering. Sizdan obязательно do'konimizda kutib qolamiz. Xudo xolasa 300 ming so'mdan kelib turib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Sog', salomat bo'lasiz. Sizlar bilan ekran qarshisida kaminada ham bo'ldi. Kutamiz hammani.